Angrenli bolalarimiz Yo'rmozor go'sht markazida bellashuvlar boshlandi. Yaxshi Elshodjon. Akamizga ko'maklashib turamiz. 1000 gramm siz xudo xolasa akamiz 500 ming yutsa 5 million qilib sizga qaytaradi. Katta Elshodjon. Omad yor bo'lsa Angrendan dona go'sht kesishlarga qarab turamiz. Angrenli bolalarning chamasini ko'ramiz. Aka nima deyapti jon aka? Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Jicha nimadir yetmayotganga ham o'xshayapti. Ko'rganki o'zingiz. Balki keladi aka. Do'stlar bilan bamaslahat. Do'stlar bilan bamaslahat. Elshodjon lekin akangiz yutsa ham Angrenga hisob ketadi. Bitta qarab qo'ying endi Angrenli tog'alaringiz bilan bitta chiroq. Olg'a Angren. Ya! Voy malades. Do'stingizdan ham zo'r kesdingiz. Mana buni bekor qo'shdi bana. Yo'q, 970 ekan. Yo'q,